Moddiyatparastlikning salbiy oqibatlari. Keling bugungi Yaponiyaga nazar tashlaylik va faqat moddiy rivojlanishga suyanish jamiyatni qayerga boshlab kelganini ko'raylik. Yaponlar inson sarmoyasini shakllantirishda faqat iqtisodiy o'sishni asos qilib oldilar va buning natijasida bugun mamlakatda haqiqiy ruhiy tushkunlik, baxtsizlik davrini boshdan kechirmoqda. Yaponiyada har yili 20 mingdan ortiq inson o'tgan yilning o'zida esa 520 nafar bola o'z joniga qasd qilgan. Dunyoning qayerida bolalar bu darajada o'zini o'ldiradi? Men Yaponiyaga borishimdan oldin odamlar nega aynan poyezdni tanlashiga hayron bo'lardim. Poyezd urib ketgach, hammasi tezda tugaydi. Ular o'zlarini poyezdlar tagiga tashlashadi. Yana bir g'alati narsa bor. Men buni Yaponiyadan boshqa biror mamlakatda ko'rmaganman. Tokio shahar hokimiyatida shunday bir maxsus bo'lim borki, u mutlaqo yolg'iz, hech kimning parvozsiz vafot etayotganlar bilan shug'ullanadi. Tasavvur qiling, qariyalar o'z uylarida vafot etishadi. Badbo'y hid chiqa boshlab, qo'shnilar shikoyat qilmaguncha hech kim ulardan xabar topmaydi. Bu 10 minglab odamlar yolg'izlikda vafot etayotgan ulkan bir ijtimoiy muammodir. Hozirda hatto u yerdagi uylarning narxi odamlar qanday sharoitda vafot etganiga qarab belgilanadi. Agar odam o'lganiga bir haftadan kam bo'lsa, uy narxi 20% ga tushadi. Agar bir haftadan oshgan bo'lsa, 50% ga arzonlashadi. Bir necha oy o'tib ketgan bo'lsa va hech kim bilmagan bo'lsa, narx 80% gacha pasayadi. Hatto sotilmaydigan holga keladi. Bizdagi holat bilan solishtiring. Bugun bizda biror keksamizning ozgina ismasi chiqsa, barcha qarindoshlar xabar topib qo'ng'iroq qiladi. Yaxshimisiz, tuzalib qoldingizmi deyshadi. Oddiy shamollashda ham sizni yolg'iz tashlab qo'yishmaydi. Endi tasavvur qiling, siz vafot etasiz u bir oy davomida hech kim bilmaydi. Biz intilayotgan o'sha elektron texnologik madaniyat mana shu bo'ldimi? Yaponlarda bu holatga olib kelgan narsa haddan tashqari moddiy parastlik va insonga faqatgina moddiy foyda keltiruvchi robotdek ishlaydigan bir mexanizm deb qarashdir. Ular iqtisodiyotni rivojlantirish va yalpi ichki mahsulotni oshirishga ruju qo'yishdi. Lekin axir men insonman-ku, mening hamma narsadan ustun turadigan ijtimoiy hayotim bor. Men ruhiy xotirjamlikni, baxtni his qilishni xohlayman. Ishimda muvaffaqiyatsizlikka uchrasam, borib o'zimni poyezd tagiga tashlab qo'yishni istamayman. Menda qiyin vaziyatda qo'llab-quvvatlaydigan qarindoshlar, har safar muammoga duch kelganda meni turg'izib qo'yadigan yaqinlar bo'lish kerak. Agar siz butun dunyo havas qiladigan, jozibador bo'lgan namunali insonni tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda uning ruhiyati ustida ishlashingiz kerak. Ruhoniy, ijtimoiy va madaniy tarbiya eng asosiy poydevor bo'lishi shart. Shunda bu jamiyatga kelgan har qanday odam haqiqiy farqni ko'radi va yaltiroq moddiyatga aldanib qolmaganini his qiladi.